Shakki managa to'xtadi mashinasini. Mana Nexia keldida, mana tiqib qo'yadi. Biz yana o'tiribmiz Davron ikamiz. Mana berga bitta mashina qo'ydi. Berga mana bu yerdan 4 ta tushadi. Ha, Lacetti shu 101da. Davron qanday kamerasi bo'lsa Bosdingizmi? Mana mashina. Kelsa mo'ykani oldiga jo'natasiz. Burchidagi mushlat mashinasida. Ha. Hozir mana akay narigi betga o'tgandan keyin boradi hozir. Narigi betga o'tadi, keyin boradi. Qara mana, Lacetti orqaga qo'ydi. o'tadi. Narigi betga qo'yadi. Yo'q, mana shu yerda tur. Mana shu yerda qo'ydi, shu bo'ldi. Mana ketdi. Ha. Oh. Aha. Bo'ldi. Hop. Hop. Hozir telefon qilaman. Hozir chiqaman. Böyle bir sızı ne bildi canım. Arif. Şunu akan bazı burası ama sağ olsun. Ne maaşı yatırmalı hep koymuyor. Nexia nomerini çıkar verin de. Ne bunlar? Çizgi güzel bir şey. Ha? Çizgi Burhan çıkar abi. Burhan ha. Kamera çıktı ne demek? Gayet de bulmuş. Denovda Shakki laqabli zo'ravon bir yigitni urib o'ldirgani aytilmoqda. Kuzatuv kamerasiga yozib olingan videoda bir guruh shaxslar ota bolani kaltaklagani, shundan so'ng o'g'lini mashinaga majburlab chiqarib olib ketgani aks etgan. Videoda ko'rdingizlar. Kunuz manbasiga ko'ra ushbu ish ortida Denovda Shakki laqabi bilan tanilgan zo'ravon turibdi. U sheriklari bilan yigitni olib ketib urib o'ldirgani aytilmoqda. Hozircha huquq tartibot idoralari holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Lekin bizgacha yetib kelgan yana tarqalgan xabarlarga ko'ra, bola shifoxonada vafot etgani aytilmoqda. O'zi yigitchilikda, erkakchilikda urush janjal bo'lib turadi. Bu holat tabiiy holat deb men qabul qilaman, chunki ko'chaga chiqqanda urushamiz, birov bilan janjallashamiz. O'sha qonimiz qaynab turgan paytlar bo'ladi. Bu holat hammada bo'ladi, menimcha. Ko'pchiligida bo'lib o'tadi. Lekin degan tomoni bor. Bolani otani oldida, otani esa bolani oldida kaltaklashi bu erkakchilikka, yigitchilikka to'g'ri kelmaydigan ish. Qolaversa bu o'lim holati bilan yakunlanadigan bo'lsa, o'zi ko'chani mana shu zo'ravonlardan tozalash ishlari olib borilganda yaxshi tozalamadimi yoki jazolar qattiq bo'lmadimi? Bular nimaga qo'rqishmayapti? Ko'ppa kunduzgina kameralarga tushib turibdi. Borib birovni urib, ota bolani urib, yana bolani ortib olib ketyapti. Urush bilan to'xtamayapti bular. Ortib olib ketyapti. Bu qaysi davrda yashayapti bu insonlar? Men tushunmayapman haligacha. Bularni shunaqangi jazolash kerakki, bu boshqalarga ham o'rnak bo'lsin. Qolganlar mana shu jazoni ko'rib qaytib birovni bunaqangi kaltaklab urib o'ltirmasin. Shunaqangi jazo tayinlash kerakki bularga. Albatta bular jazolanadi, umuman jazodan qochib qutula olmaydi. Lekin shunaqangi og'ir jazolansanki bular boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak.
Bu albatta qasddan urib o'ldirish bo'ladi, chunki urush bilan to'xtamayapti bular va o'ldirishga harakat qilib uryapti. O'zini yo'qotganda, hushini yo'qotgandan keyin ham urushdan to'xtamayapti. Bularda jazosi qattiq bo'lishi kerak. Hammamizga insof bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.